Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oydan nashr qilgan roman Ili Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 4-bob. Davomi. Harvaning yenidan bir yigitning ovozi jarangladi. Og'inilar, xo'sh xabar. Anglamadim demanglar. Xo'sh xabar. Abduqodirning she'ri chiqibdi. Uning qo'lida gazet pulanglaydi. Bir nechisi uning oldiga yugurdi. Gazet qo'ldan qo'lga o'tib, birsi amdila ikki qurni o'qig'icha, yana birsi tortib ketib, shu tariqada aylanishga boshladi. Oxiri u Anvarning qo'liga tekkandila, ondan to'xtadi. Jangchi Abduqodir xushal bo'lsimi, lekin beshini tuvan silib o'ltiradi. Komandir Anvar o'ygan she'rlar yeyilgan bir bitiga ko'z yugurtib chiqqandan keyin mundoq dedi: Sizlar şov-şov qilmay, diqqat qilib anglanglar. Men aldirmay o'qib beray. U Abduqodirning Kelduq mavzuliq she'rini zo'q bilan o'qishga boshladi. Buvam sodir diyorga chilish birlan yetib kelduq. Raqiblar ko'ksini chaylab yurakini mijib kelduq. O'yg'an mash'ili bizni raso paytida o'yg'atqach, kurashda hamnafas bo'lmoq uchun jonni tikib kelduq. Ulug' joy ham ulan buloq etaki kang go'zal yayloq, ashu joylardagi jangda ne qurbonlar berib keldik. Raqib qurbonlari sonsiz bu yo'lni to'simu chandan, mushaqqat jabru zulmatni chilish bilan yengib keldik. Osonga tushmadi maqsad, shehidlar qabrsiz qoldi, nijotliq ishqida yong'och qizil qonlar kechib keldik. Bu yo'lda ko'p xatarlikka yo'liqsaqmu pisand qilmay, vatan ozodligini deb davonlarni eshib keldik. Muborak ey ili xalqi ozodlik tug'i husninga, qilayli jang aro javlon bu lazzatni tetib keldik. She'r o'qilib bo'lganda, jangchilar olqish yangratdi va Abduqodirni ta'riflashlar taraf-tarafdan ko'tarildi. Yetishgan shoir ekansan, qo'soqda hunar to'ladigina. İnqilabimizning tarixini yozadigan odam tepildi. Yurishlarimizningmi? Bu she'rda yo'shirilgan bir jangovar tarix bor ekan, dedi Jamoliddin. Buni ichib bermasa bo'lmaydi-da. To'g'ri, dedi Nadam. Shoirning she'ri jangchining o'qidak bo'lish kerak deganni anglagan edik. Mana Abduqodirning she'rimi o'zimi biz bilan jangga qatnashyotdi-da. Abduqodir ikki kishilik jang qilyotdi. So'zla adosh. Tarixini to'liqroq o'qib qolayli. Mundaq bo'lsin, dedi Anvar kulimsirab. Abduqodir hammamizga ayon, Maytog'dan isyon ko'tarib kelgan qismning jangchisi. Biz shunila bilamiz. Isyon ko'targan qismning ishlarini tafsiliy o'qimaymiz. Uxlaydiganlar uxlasin, anglaymiz deydiganlar avdunga yig'ilib, yurish boshlang'ucha uning tarixini to'liq anglayli. Qandoq Abduqodir? Jangchi Abduqodir mayli deb beshini lingishtishiga boshqalarmi churqirashdi. Anglaymiz, uxlamaymiz. Abduqodir o'rg'an tamakisini tutashtirdi-da, ikki sho'rib olib, o'z qissasini so'zlashga kirishdi. Maytog'da xizmat qilayotgan chog'larim, Şinjanda Go'mindang firqalari paydo bo'lgandan keyin payloqchilik, chiqimchilik, tuhmat avjilib, odam tutish boshlandi. Ishpionlar shunchalik ko'payib ketdiki, ikki odamning birisi cho'qim ishpion bo'lib chiqadi. Tunugun ko'rishgan birodaringning bugun tutilib ketganligini anglayting. Ishonchlik ma'lmaydigan, qattiqroq yutilolmaydigan holat shakllandi. Buningga bir misol aytib beray. Aqsu avatliq Hilim degan oshpaz bir Go'mindang amaldorining yenidan o'tib ketib, qattiqroq yutilib qo'yganlik uchun sen maqsadlik yutalding deb so'lab qo'ygan. Qo'rqish, vahima vujudimni chirmib oldi. Yurtimga qaytib ketay desam ruxsat qilmaydi, yo biror ishmo bermaydi. Tatmamning ochqusi tortib ilingancha vahima ichida shumsharab yurishga majbur edim. Go'yo qafasga tushib qolgan qushdek bo'lib qoldim. Go'mindang nurg'un ishchi xizmatchilarini ishdan to'xtatib, potay yostib, akuf qo'litib, har kuni ig'ir majburiy emgak salatdi. Qarshilik qilganlarni shu yerda etib tashlaydi. Hatto o'lguchining kallasini sazoyi qilib qo'yatdi. Milliylarni xo'rlash, kamsitish avj oldi. 1944-yilning oxiri va 1945-yilning beshiga kelganda xo'rlash, ishonmaslik texmo chekiga yetdi. Kamsitish, naqchilik jiniga patgan odam har qancha yavash, qo'rqinchoq bo'lsa-mu, oxir g'azablanmay, o'yg'onmay qolmaydi ekan.
Kuomintang hakimiyetining fashistligi oshqansari g'azabim o'rlab uyg'onishga boshladi. G'azablarimni boshqalarga aytqim, ko'ngil dardalarimni to'kkim keldigan bo'ldi. Men o'lkalik Darul Muallimida o'qiyotgan chog'larimda ancha-muncha she'r yozatdim va uni Lutfullah Mutallibga ko'rsatib, uning maqtishiga ega bo'lgan edim. Shunda hasratlanib, g'azablanib yurgan kunlarning birida Tökmektiman degan she'r yozdim. She'rimning esimda qolgan qurlari mundoq: Dard alam sahrosida yurmakdiman, ko'z yeshim daryosida uzmakdiman. Vah ajab jabru malomat ilkida ikki yig'lab bir kulib o'tmakdiman. Bu ziminni bosdi qapqara bulut, zulmati gulxonida ko'ymakdiman. Shum palakning gardishi qildi xarob, har daqiq 10,000 qitim o'lmakdiman. Haq jamolini ko'rolmay bir qitim, artakat she'rin xiyol surmakdiman. Ta azaldin ta'lim kajmu mening, kun va oy yulduzlaridan so'rmoqdiman. Patdi zo'rliq jon jinimga behisob, g'azabimda mushtumum turmakdiman. Tur ey qodir, bo'lma hargiz noumid, tanglik baxit nurini kutmakdiman. She'rimni menga o'xshash Kuomintangdan zarlab yurgan ikki odamga o'qib bergan edim. Nadim bilay, shu kuni kechsila qo'lga ilinib qoldim. Turmada urildim, so'qildim. Badallarim tilindi. Kimlar bilan munosabat qilasan, kimlar bilan birlashding degan savollar har kuni meni qiynaydi. Men mushu bir gapni gunohsiz holda xizmatdan qolganligimga norozi bo'lib, mushu she'rni yozdim debla turatdim. Turmada yotganlarning quliqi eng uzun bo'ladi. Bir kuni turmiga elida 6 o'g'ri paydo bo'pti. Ular qurolliq ekan, xili ish tavirtibdi degan xabar tarqaldi. Mahbuslar jonlanib ketdi. Men avvalgi savoqlarni esim kelib, hech nima anglamagandek, xushalligimni bilindirmay yurdim. Lekin kechalari uyqum kelmaydi. Hayajonlandim. Elidan kelgan xabar yurak bag'rimni to'lqinlatib, yangi tuyg'ularni qo'zg'aydi. Shu yerga borg'um, qurolliqlarga qo'shilg'um keladi. Ko'nglim qanotlariga mundaq misralar tizildi. Zulmning dastidan faryod manga isyon kerak bo'ldi. Kamina xasta holimdur manga g'amxon kerak bo'ldi. Tuman bosdi bu o'lkamni, qayerdan keldi bu ofat? Yurarga kantasha erkin manga davron kerak bo'ldi. Bizar bo'ldi xaloyiqlar fashist qonxo'r jon xoqondan. Ishimga chin adolatlik manga sulton kerak bo'ldi. Zulm kulpat kelib boshqa meni vayrona etgachga, havasning domidan yondim manga vijdon kerak bo'ldi. Bu yoshlik navbahorimni atab qo'ydim kurash jangga, eli o'g'lonlari yangliq manga palvon kerak bo'ldi. Duo takbir bilan hargiz nijotlik topqili bo'lmas, qilurman jang aro javlon manga paykon kerak bo'ldi. 3-oyning 5-ida turmadan bo'shab chiqdim. Bu chaqda Kuomintangning maytog'ini qo'g'dash uchun Urumchidagi mustaqil 6-batalyondan 3 rota askari maytaqqa keltirilgan ekan. Men burun billa ishlagan Liu Bajun degan og'inamning yordami bilan 5-rotaning oshxonasiga ishga o'rinlashdim. Xizmatim o'choqqa o't qalash, qochquchlarni yuvish edi. Liu Bajun oshxonalarni boshqaruvchi bo'lib, Kuomintangning ishonchli odami edi. U maytaqqa sirtdan chivinmi uchib kirolmaydigan yoki chiqolmaydigan sharoitda shexuga kirib, oshxonaga kerakli narsalarni elib kelib turardi. Bu mezgilda Kuomintangchilar aloqazorlikka tushib qolgan ekan. Hammasining beshi tushgan, ruhsiz, parishon edi. Elidan kelayotgan xabarlar ularning hayvisini shundoq sundirayotgan edi. Ammo 5-rota komandiri Saytaxon beshini tik ko'tarib, mag'rur yurardi. Bu hol meni ajablantirardi. Kuomintang qo'shinlarining ta'minoti bek nachar, tamaqi eg'izga olg'usiz osal edi. Ko'k matodan tikilgan kiyimlari jul-jul bo'lib ketgan. Ular ertadan kechgacha to'rt o'shoq, majang, qarta o'ynaydi, jidallashadi, tillashatdi. Bir kuni tushdan keyin o'zim yolg'iz oshxonada qochib yub o'ltirsam, Saytaxon kirdi. U burunqidakla mag'rur, ruhliq edi. "Qodir", dedi u, "seni shoir deb anglayman. Iliqi she'ringni o'qib bermamsan. Shoirliqing qanchalikin?" "Qo'ying, komandir", dedim men. U she'rimning dardini oz tortmadim. Anasini o'g'il bola deb topqandi. Yezishdan qo'rqmagan odam o'qishdan qo'rqamsan-a?
Men nima deyishimni bilolmay beshimni tuvan saldim. Meningdan qo'rqatamsan? Men boshqa komandirlarga o'xshamdim ya. Tur o'rningdan qo'rqinchoq. Dardingni odimin tepib it, o'qu. Saytaxonning so'zlari menga qo'rqish, andishlik emas, qandaqdir yor yo'lak, his tashliq tuyuldi. She'rimni yodlab berdim. Barakallah. Tapqan atаңga rahmat. Tugilgan mushtni ichvatmay, texmo ching tugish kerak. Uni uradigan chaq keladi. Bu kunlarda Gomindanning tashviqoti yurib turadi. G'uljida olti o'g'ri paydo bo'ldi. Ular bulanchilik qilib, xalqqa aram bermayotidi. Xotin qizlarning nomusiga tegayotidi. Biz zarba bergandan keyin taqqa qochib ketdi. Yana tushmaydi degili bo'lmaydi. Yomon odamlarning, o'g'rilarning tashviqotiga ishonmanglar. Harakatiga diqqat qilinglar degan ogohlantirishlar har kuni degudak bo'lib turadi. 5-rota komandiri Saytaxonning topshirig'i bo'yicha kechqurunlikqa uyga kirdim. Uning uyida muavin rot komandiri Niyoz va vozvod komandirlari o'ltirgan ekan. Saytaxon gap boshladi. Biz necha vaqtdan beri Gomindan ustidan qaqshab kelyapmiz. Harbiy boshliqlarining zo'ravonligidan shikoyat qilib yuryapmiz. Askarlarimizmi nachar ta'minotdan, xo'rlash kamsitishlardan bizar bo'lyapti. Biroq qaqshash, shikoyat bilan ish tanatmaydi. Bizning qo'limizda qurolimiz bor. Shunda o'ng'ishliqlarga ega turib, uyushmay, birlashmay yuraveramdiq. Ana, G'uljida hozir qo'zg'olon bo'pti-dak. Qo'zg'olonchilar G'uljini ishg'ol qildi degan xabarlar kelyapti. Hukumat u 6 tokdan ishi da'vatidi. Qaysi rost? Biz qanday qilishimiz kerak? Saytaxon qo'rqimsiz, mard, so'zlari o'tkir odam edi. Uning so'zlari ko'nglimizga go'yo bir parcha o't bo'lib tushib, butun a'zoyi badnimizni qizityotdi. Uning mardona ovozi yana jarangladi. Biz bugun bu yerda 15 kishi bosh qo'shib yig'in ichyapmiz. Bu 15 kishilik tashkilot bo'lsin. Buning nomini qo'zg'olon deb atayli, ko'tirilayli, harakat qilayli, nijotlik izlayli, sisib yetivermayli. Bizmi insoniy g'ururimizni ko'rsatayli. Qandoq deysizlar? Hammamiz uning so'zini ma'qulladik. Sirtdan oyoq tevishi anglanib qoldi. Hammamiz oldimizdagi o'shoq, majang, qartlarni qo'lga olib vaqirashdik. Qo'lingni ko'tarib ot, siyo tushdi. Otlatmay och. Ish kechilib, maytog'ni qo'g'dash qismining bosh komandiri 2 muhofizatchisi bilan kirib keldi. Saytaxon o'rnidan chapdastlik bilan turib, hurmat bilan diqqat deb vaqirdi. Hammamiz o'rnimizdan turib, uningga chas berdik. Saliyanjon, qimarga bak berilib ketdingiz, dedi bosh komandir. Xotiningizni uttirib qo'ymang yana. Biz mardona o'yinchi, hurmatli bosh komandir, dedi Saytaxon kulimsirab. Tutib olsa beribetimiz. Bosh komandir qaqoqlab kulib ketdi va mayli, o'ynang, lekin hushyorligingizni yo'qotib qo'ymang. Ili o'g'rilarning harakati yomon. Uning chiroyidagi kulga yetgan edi. Bextliq o'lim bilan tang. Qandoq deysiz? Meni avatsingiz, botirlik bilan jang qilib 6 tokni pak-pakiz yo'qotib etdim. Urushda botirlik yaxshi omil, lekin eng yaxshisi ig'ir tipdagi qurol. U uy ichida u yoqdan bu yoqqa minib, beshini lingishtigan holda chiqib ketdi. Oyoq tevishlari yetgandan keyin biz kulishib ketdik. Saytaxon mundaq dedi. Tashkilotimizning maqsadi qurolliq qo'zg'olon ko'tarib, Shexu xalqining yordamini qo'lga keltirish va Shexuni ozod qilib, eli qo'zg'olonga qo'shilish. Meningcha, elidagi ish 6 tokning ishi emas. U zo'r qo'zg'olon bo'lishi mumkin. Undaq bo'lmasa, bular nimancha andishiga tushib ketadi. Eli bosh komandirning so'zini angladik-ku. Harakati yomon deb, shuncha yiroq yerda turib, ansizlikka tushdi. Bu qiyin, dedi muavin rot komandiri. Shexuda qo'shin ko'p. Saytaxon darhol aytdi. Shexuga odam avatishimiz kerak. Hozir maytog'ni bek qamal qilyotidi. Haqiqiy ahvolni uqib boqayli. Tarixda nurg'un zo'r qo'zg'olonlar bo'lgan, lekin dastlabda ular bir necha kishi bilanla ish boshlagan. Oz ko'pligini o'ylab tingirqab turmayli. Men o'rnimdan turib aytdim. Shexuga men kerak. Liubajun bilan munosabatim qo'yoq. U Shexuga kirishimga ruxsat berishi mumkin. Atsi men tinglash uchun Shexuga kirdim. Xulq uzun kishilar bilan bekor talablar, arvukashlar, satrashlar, qassoblar bilan uchrashdim.
Saytaxonning topshirmasi bo'yicha mashhur zot Hilim Hojim bilan ko'rishdim. Harbiy ahvollarni egillab, bu yerda haqiqatan Gomindan qo'shinlarining ko'pligini uqdim. Shexo bozorda ketib borsam, oldimdan men burunla taniydigan Nina ismli qiz chiqib qoldi. "Voy, Qodir bormisan?" U men bilan xushal holda ko'rishdi. Bu dadisi Xanzo, onasi Oros Provodka qiz bilan Urumchidagi vaqtimda tanishgan va yari do'st bo'lishgan edim. Uningga o'ylamoqchi bo'lganimda meni qaq tartib, Yingsadin chiqib, Urumchida oshpazlik qilayotgan dadam yo'l qo'ymagan. Shuningdan keyin men uning bilan ko'rishmagan. U meni bir qavoqxonaga boshlab kirdi. Dukkanning keyinda uyi bor ekan. Dadisi maypurushlik qiladi ekan. Ninaning onasi o'lib ketgandan keyin u dadisi bilan Shexoga kelib o'rlashib qopti. Nina mening ustivishimning juljulliqiga juda o'ruqlab ketganimga ichindi. Men maytadagi ishchi xizmatchilarning tortayotgan ig'ir kunlarini ularga ishdan to'xtatib, tosh yo'l, potaylarni yasatayotganligini so'zlab berdim. "Mush yerda qol, sana ish tepiladi, biz birga yashayli", dedi u muloyimlik bilan. Uning koni o'tlari texi o'chmagan ekan. Mening bu yerda qilishim albatta mumkin emas edi. Shunga hozir bu yerda qola olmayman. Menga aran 4 soatlar ruxsat bergan. Qolsam surishtirib keladi. Tutib olsa etib tashlaydi. Men ketaman, ammo ko'rishib turayli, dedim men qaytib dukkanning oldiga chiqqanda. "Xayr xo'sh Nina, ko'rishguncha amon bo'l", dedim qo'limni uningga uzatib. Nina ko'zimning ichiga bir qaradi-da, dukkanning oldida setish uchun isib qo'ygan gazitlardan ikkin elib menga sundi. "Ma, tamak chekarsan?" Nina bilan xo'shishib mingib, Kerem Manjaning oshxonasiga kirdim. Tamak yeb o'ltirib, gazitni ichib qarsam, birsi Xanzucha Shinjan gazeti, yana birsi G'uljida chiqadigan O'yg'on gazeti ekan. Shu an yurkim dupildab urib ketdi. Gazet emas, xuddi go'har tepib olgan odamdek xushal bo'lib, gelimdan tamoq o'tmadim. Gazetni darhol qo'ynimga soldim. Hayajonlanganligimdan o'rnimdan turib ketibdiman. Ko'mirxonaga kirib, uning bosh maqolasi "Ozodlik uchun kurash qilmaslik jinoyat, zulmga qarshi turmaslik xiyonat"ni o'qib chiqdim. Xiyollarim jushqunlanib, butun a'zoyi badallarim yolqinlanib inib ketdi va birdilla ko'z oldimga Nina keldi. U menga tamoq chekish uchun qog'oz emas, inqilob o'tini beribdi, mash'al beribdi. Qaymoqib, qayoqqa mengishni bilolmay yurganlarga nurliq yo'l ko'rsatibdi. U angsiz, bilmay berib qo'yganmidi? Ko'zimning ichiga ma'nlik qarg'ani bekor emaskanda, uning eli inqilobchilari bilan munosabati bor ekanda, eli inqilobining xabarlari mushu yerdan tarildi ekanda, Shexo xalqining og'zidagi yangiliklar uning dukkanidan chiqadi ekanda. Isit, ketadigan vaqtim bo'lib qolgani, yinib berib, oshkora so'zlashish kerak edi. Biroq payt ketib qoldi. Mashina bektiga hozirlab berish vaqti bo'lib qoldi. Mashina bektiga tez yetib bordim. Ammo gazetni maytaqqa qandoq yetkazman? 3 qavat post bor, qattiq tekshirdi. Gazet emas, qog'inimi o'tkazmaydi. Beshim qetib turganda Liobajun bilan uchrashib qoldim. Uning ikki qo'lida 2 savat bo'lib, birisida ko'ktat, birisida pintozi bor edi. Menga Xizr yo'liqqandek xushal bo'lib ketdim. Chunki u Gomindaning ishonchli odami edi. Men uningga Urumchidagi vaqtimda bir asqatgan. Xongqing klubining oldida qiz talishib, beshiga o'lim kelgan paytda uni qutuldirib atgan edim. Pintozi bar sivatni men ko'tarib oldim-da, fursat tepib gazetni uning ostiga tiqib atdim. Mashinada yurib tekshirish o'rniga keldik. Yurkim ansizlik bilan urib ketib boradi. Tekshirilib qolsa, beshim omon qolmaydi. Odamlarni bir-birlab tekshirib menga kelganda Liobajun o'z odam deb qo'ydi. Shuning bilan tekshirishdan qoldim. Mashinadan tushib mandoq. Men keynida qolgan bo'lib, Pintozining ostidagi gazetni ilib qo'ynimga iktikla silab etdim. Ketsi el yotar chog'da gazetni ilib Saytaxonning uyiga kirsam, ular yanala o'shoq, qartlarni yeyib qo'yib, jiddiy param bilan o'ltirishgan ekan. Men kirib, ishimdan ma'lumot berdim. Shexoda hozir Gomindaning 2 piyoda polki, 1 otliq divizioni, 1 artilleriya qismi, topchilar qismi bor ekan. Elidagi o'g'ri deganlar o'g'ri emas, rasmiy inqilobchilar ekan. Ular G'uljini ozod qilib, hozir Bo'rtalog'icha kelibdi. Vaqtliq inqilobiy hukumatini qurib, uning gazetini chiqaribdi.
Mana, o'yg'an gizdi. Hammanglar jonlanib ketdi. Saytaxon qo'limdan gizni ilib, ozodlik uchun kurash qilmaslik jinoyat, zulmga qarshi turmaslik xiyonat degan bosh maqolni yondirib o'qidi. U o'rnidan turdi. Hayajonlanganligidan qo'lidagi gizi titrab ketdi. Yuzlarida ishonch, shodlik uchqulari chaqnaydi. Mana, qarindoshlar, dedi u hayajonlanib, hukumatning tashviqotidagi bo'hton, aldamchilik, o'ydirmalarning siri ichildi. Elidagi ish 6 o'g'rining ishi bo'lmasdan 600 ming o'g'rining ishi ekan, inqilob ekan. Ular o'zlarining inqilobiy hukumatini qurib bo'pti. Xo'sh, biz mushundaq jiddiy paytda qanday qilishimiz kerak? Xuddi qurtdek medirlab yurib, vijdon nomusimizni bulg'averamdiq. Yoki bizmo vatan xalqning farzandi ekanligimizni amalda ko'rsatamdiq. Hammamiz amdi ishkilanishning o'rni qolmaganligini, ko'tarilishning lozimligini, paytni qo'ldan berib qo'ymaslikning zarurligini aytishdiq. Yig'indagilarning yuzlarida, ko'zlarida, lablarida ajoyib ruhiy jo'shqinlik, yo'riqlikqa talpinish kayfiyati aks etib turadi. Ba'zilarining kirpiklariga yosh tomchilari ilingan. Saytaxon tamkinlik bilan mundoq dedi: askarlarimizning kiyimi yiling, ham jul-jul, hozir tek so'g'uq, bir necha kun ta'xir qilayli, 4-oyni ko'rayli. Shuninggacha har birimiz 2 odam tarbiyalayli, sagak yurayli, qanday xabar anglasak tashkilotimizga yetkazib turayli. Yig'indan keyin Saytaxon meni ayirib qilib, non quritib, yo'shirin bir yerga qachlab turishni topiladi. Ham Liobajundan osmoqchilab gap ilishni chekiladi. Yig'indan qaytib chiqib, zodi uyqum kelmadi. Butun badallarim hayajondan yolqinlanib yongandek qiladi. Xuddi tush ko'rayotgandek ajoyib qiyofatlar, arg'umoq ustida qilich o'ynatib, go'mindonchilarni chepib ketib borgan holatlar va maytadagi potaylarni portlatib, kumpaykum qilayotgan ko'rinishlar ko'z oldimda gavdlanadi. O'yg'an gizdi bir sonining qo'zg'alon ichida paydo bo'lgan kuch g'ayrati tingir qoshlarni barbod qilib, mustahkam turg'izgan ishonch va ichib bergan nurliq yo'li meni ajoyib ilhomlantirib o'tgan edi. Qalbimdan, yurak bag'rimdan mana mundaq misralar xuddi fontandek etlib chiqishga boshladi. Kirib Shexu bozorga visol jononini topdim. Kurash signalini chalgan yurak darmonini topdim. Yüzi goya tulun aydur, ko'zi cho'lpon, tili o'tkir, qishi qunduz, chichi sumbul, shirin farhodini topdim. Qarab o'sin jamolga yuragimga tutashdi o't, ko'rishga intizor bo'lgan guli rayhonini topdim. Kecha kunduz asoratda qaraytim telmurib faryon, tasadduq jon saodatlik baxt iqbolini topdim. Uning nomi ikan o'yg'an ozodlik nurini chachqan, zulm taxtini o'rtarga jazo gulxonini topdim. O'qug'anda xushalliqdan tinim to'ldi jasoratga, o'zimni otidim jangga chiqib hamrohlini topdim. O'yg'on berdi kuch idrok, kurash jang boshlanib ketdi. Qutulduq tingir qoshlardan bahor ayyomini topdim. Vatan ozodligini deb o'limdan qo'rqmadi mardlar, shu mardlarning qatorida buyuk jangohini topdim. Qodirmu jon fido aylab qo'shildi jangovar sapga, ozodlik tug'i ko'tirgan ili gulzorini topdim. Hikoya anglab o'ltirgan Botir G'ozi o'zini tutolmadi. O'g'il bola, yaraysan. O'ltirganlar uning she'rlaridan haqiqatan hayajonlangan edi. O'zlarini shu voqea ichida sezib, vaqtning qanchalik o'tganligini, kech kirib qilayotganligini tuymay qilishgan edi. Abduqodir hikoyasiga yana tushdi. Biroq ishimiz ko'ngildagidek bo'lmadi. 4-oy kirishi bilanla Kuytung aydromini saqlayotgan Obliz aldirab tinib tashkilotning ruxsatsizla chidirga o't qo'yib etib, o'z vozvodini boshlab g'ulji qarab yo'lga chiqib ketibdi. Buyruq bo'yicha Saytaxon o'z qismidan tashkilot a'zolaridan bir guruh tashkillab uni izlab chiqib ketdi va 3 kundan keyin topolmadim deb qaytib keldi. Aslida qo'g'lab ketgan ekan, lekin ish bitgan. Uning ruxsatsiz ketish xatolik bo'lsa-mu, qo'zg'olon ko'tarilishiga bir muncha qiyinchiliklarni keltirsimi, uni qo'yib bermay mumkin emas edi. Shuning bilan ish chatoqlashqili turdi. Go'mindan Saytaxon qismidan gumonlanib, Yansixay ko'rikini saqlayotgan uning bir guruh odamini maytaqqa qaytirib keldi va Go'mindanning Saytaxon qismiga bo'lgan nazorati kuchaytirildi.
Bizning taqdirimiz qilning ustida turgan shu ig'ir kunda tuyuqsiz Liu Bajun meni chetga tortib, sizlarning oshxonadan tamoq yeyotgan 5-rota gumonliq bo'lib, ularni Manasga yo'tkab aketmoqchi, ham u yerga opirib qurolsizlantirmoqchi. Sen shular bilan ketamsan yoki seni boshqa oshxonaga yo'tkab qo'yaymi? Dedi. Men jinim adosh, og'indarchilikqa yetsang, men u yoqqa ketmayman. Sening bilan birga qolman. Qilgan yaxshiligingni hargiz unutmayman. Meni yo'tkab qo'y, dedim yelingan qiyofatda. U ma'qul bo'ldi-da, bu so'zni og'zimdan chiqarmaslikni jikib qo'yib ketdi. Men bu sirni Said Axunga yetkizdim. U shu kuni kechda tashkilotning jiddiy yig'inini ochdi. Ahvol ig'ir, birodarlar. Bugun qo'zg'almasak, ati tutilamiz, dedi u. Uning chiroyi jiddiy tus olgan va u intayin hushyor, tadbirli komandir edi. Bir minutga yetmagan vaqt ichida shuncha muhim, jiddiy vazifalarni puxta, iditli holda o'rinlashtirib bo'ldi. Bugun kecha janubiy potaylarga posta turish bizning rotaga kelgan. U yerga tashkilot a'zolaridan qo'yinglar. Kechida qo'zg'alamiz. Shuningcha Qodir bilan Najmiddin Maytaq Shexo telefon simini kesib tashlasin. Potaylarda post turganlar kech soat 1da batalyon shtabi qartib o'tatsin. 6 o'g'ri kelib qapti degan tuyg'u paydo qilib, hujum qilgan bo'lib, biz bu yerdan uzilib chiqib ketishimiz kerak. Yiroqli bilishimiz uchun 3 kishi davomli o't ichib turishi va ularning keyin bizga yetishilishi uchun oshxonaning 2 eti taq qilib qo'yilishi kerak. Tayyorlikqa kirishinglar. Bugun uyqu yo'q. Bugungi kecha surli kech bo'ldi. O'g'aq shakllik oy tezda o'ltirib ketdi. Keyindilla yulduzlar yuzini qora bulutlar to'sib, Maytaq dahshatli qorong'ulik ostida qoldi. Ansiz jimjitlik hukm surayotgan kechida har qaysimiz topshirilgan vazifalarni ado qilishga kirishdik. Bir nechasi quritilgan nonlarni tashkilot a'zolariga tarqatishga, ikkisi oshxonaning etini o'g'irlashga, biz Najmiddin ikkimiz telefon simini kesishga mangdiq. Said Axun askarlarni bugun kecha buyruq kutib, qurolni mahkam tutib, yeshinmay yetishga buyurdi. Dal soat 1da janubiy potaylardan Maytaq batalyon shtabi qartib o't ichildi. Said Axun qismi darhol o'rnidan turib, 6 o'g'ri keldi. Chapsan turinglar, 6 o'g'ri keldi, deb vaqirchib, qaytarma hujumga o'tdi. Butun Maytaq ichi ansiz vaqirashlar, nolalar bilan patparaq bo'lib ketdi. Hikoya uzildi. Tuyuqsizla yurish signali chilinib qoldi. Abduqodirning hikoyasiga berilib ketgan jangchilar kech kirib ko'z bog'lanib ketganligini tuymay qilishgan edi. Shundaqdimi hech qaysisining o'rnidan turg'isi, hikoyani uzib qo'yg'isi kelmaydi. Yomon vaqtda chilinib qoldi-da, toza jiddiy yerga kelganda, dedi Nadam. Burunroq boshlangan bo'lsa-ku uzilib qolmaydi. Anvar o'rnidan turib vaqirdi. Qani, darhol sapga! Botir G'ozi o'rnidan qo'zg'almay, biz so'ralmalardan emas, oxirini anglatayli. Sapga ko'zni yumib ochqicha yetishib olamiz, dedi. Anvarning ko'zi olaydi. Nima? Yurish signali har qanday muhim ishni tashlab, sapga etilishni buyuradi. Bu intizom, bilamsan? Harbiy intizom qo'shinning jini. Qo'shin oyoq ostidagi ushoq toshlarni shiriqlatib yurib ketdi. Lekin jangchilarda hikoyaning oxirini anglash taqozosi yinib qoldi. Davomi bor.